odam bor deyapti. Do'stlar, qaranglar. Mana bu kir mashina, bu oshxona. Oshxona kirxonada bo'ladimi, kirxona addenniy bo'ladimi? Kommentga yozib ketinglar. Oshxona mebel ustanovka qilib bergan ustalar. Qaranglar, bonusda. Xolodilnik tevasiga shkaf qilib berishgan ekan, pulini olishmabdi. Bu bonus bo'lib ketibdi. Mo'ykani o'rnatib berishgan ekan, pul olishmabdi, bonus bo'libdi. Sushulka ham bonus bo'libdi deydi ishtovoqqa. Undan tashqari qoshiqlar chachilayotmas ekan, qoshiq donlari ham bonus bo'libdi. Bitta musor paqir ham do'stlar mana shu joyga qo'shib berishadigan bo'lishibdi. Mana shu ko'rib turganlaring 11 million so'mga bitgan. Naqd ichiga usta xomashyo hamma narsa kirib ketgan. Pagonometri 2 million 300 ming so'mdan turetskiy akril materialdan yasalgan do'stlar, zavodskoy do'stlar PVXlar urilgan bo'ladi. Bundan tashqari mexanizmlari do'stlar davchi mexanizm o'zi sekin yopilib olaveradigan bo'ladi. Do'stlar 1 million 900 ming so'mdan 5,5 million so'mgacha rossiyskiy laminat, turetskiy akril hamda krashimli MDF materialdan O'zbekiston bo'ylab hamma rasotini o'zlari qilib oshxona mebellarni so'rovga qilib bergan ustaning ishi. Video pastda nomerlari bor. Aloqaga chiqing, cho'tki qilib o'rnatib berishadi do'stlar. Bonuslari aytgan narsalar ham hamma ichida bonus bo'ladi.